Agarda siz super mega chegirma narxida propan qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu video ayni siz uchun, bu video va Captiva'lar uchun. Ahamiyat berib Samarqanddan kelgan 2.4 Captiva avtomobilimizga ideal holatda propan uстановка Toshkent viloyatidan kelgan mijozimiz Captivaga ham propan uстановка. Ikkalasi ham 2.4 bir xil motor. Ideal holatda hid chiqmaydigan original fagomet shlankalar bilan kafolati bilan uстановка qilib beryapmiz. Uстановkamiz yo'q bo'lmasa bitta laykni ham bosib qo'yasiz, ahamiyat berib qo'yasiz. Uстановkani zavodskiy va zavodskiy xomitlarda qilyapmiz. Chunki bunaqa ishlamaydigan bo'lsangiz, propan hidi chiqishi mumkin. Kafolat balonga 10 yil, oldi jihozga 1 yil beramiz. Ha, aytgancha bular ikkalasi ham kilometraj o'rtacha 380 dan 400-450 gacha beradi. Har qanday turdagi avtomobillarga siz xohlagandek sifatli propan va metan uстановка qilib beramiz. Vaqtimizga qarab, haydab, test drive qilib, tekshirib ham beramiz. Vaqtimizga qarab 24 ga 7 Sirdaryo metan gaz kuzatib turinglar. Yig'ilgan komplekt video davomida yana ma'lumot berib o'tamiz.